Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Aka-uka Grimm ertaklari. Rapunzel. Shu qishloqning bir chekkasida yalmog'iz kampir yashardi. Uning tomorqasida ajoyib karamlar o'sardi. Karamlarning ajoyibligini negadir rosa karam yegim kelyapti. Menga karam olib bering. Iltimos olib bering. Ha? Bir nima dedingmi? Karam yegim kelyapti. Karamni qayerdan olaman? Uyimiz orqasidagi dalada rosa ko'p ekan. O'sha yerdan bir dona olib kelsangiz nima bo'lardi? Esing joyidami? Ular yalmog'iz kampirniki bo'lsa, agar bittasi yo'qolsa ham bormi? Bizdan qasos oladi. Ha, unda nega yalmog'izni polisidan karam olib kelib deyapsan? Bilasizmi, dadasi? Men karamga boshqorong'i bo'lganga o'xshayman. Yolg'on gapirma. Yolg'on gapirayotganim yo'q. Agar men bilan tug'ilajak farzandingizni rostdan ham yaxshi ko'rsangiz, kampirni dalasidan karam olib kelib berasiz. Hech qachon. Qo'rqoq. Yalmog'iz kampir meni tutib olsa, nima qilishini bilasanmi? Qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Sizni qo'lga tushira olmaydi. Balki olganingizni sezmas. Yo'q, bormayman. Karam yegim kelyapti. Yerni tagidan bo'lsa ham topib keling, ortiqcha deya olmayman. Meni sevasizmi o'zi yo'qmi? Hoziroq karam olib kelmasangiz o'lib qolaman. Agar men o'lsam, farzandingiz ham nobud bo'ladi. Voy! O'takammi yorvordi-ya? Polizni kattaligini Mazza. Kersillashini qarang. ko'ngling joyiga tushdimi? Boshqa karam so'ramayman deb va'da ber. Va'da beraman. Voy. Voy. Senga nima bo'ldi? O'zingni yomon his qilyapsanmi? Menga haligi Nima? Oy kuning yetdimi? yo'q, unga hali bor. Bilasizmi, anovi Nima istaysan? yana karam yegim kelyapti. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Olib bering, karam yegim kelyapti deyapman. Axir va'da beruvding-ku. Sizga bola kerakmi o'zi yo'qmi? Olib bermasangiz o'lib qolaman. Bo'pti. Mayli, kechgacha sabr qil. Xo'p. Yeram qotib ketgan ekan. Voy.
Polizimga og'irlikka kelishga qanday jur'at etding? Meni kechiring, qo'shnijon. Seni hech qachon kechirmayman. Kimda kim polizimga og'irlikka tushsa, qattiq jazolanadi. Jazolanadi? Ha, seni hozir hayvonga aylantirib qo'yaman. Iltimos kechiring. Ilojim yo'q edi. Xotinim og'ir oyoq, garamga boshqarong'i bo'lib qopti. Yemasam o'laman deb oyoq tirab oldi. Ya'ni aybdor senmas, xotining shundaymi? Ha, xotinim, u shunday yalinib yolvordiki, yo'q deya olmadim. Yaxshi. Agar gaping rost bo'lsa, bir qop karam olishingga ruxsat beraman. Bir qop? Ha. Rahmat. Ammo buni evaziga sendan bir narsa olaman. Nima? Xotiningni ko'zi yorigandan keyin bolani menga olib berishga va'da ber. Unga tuqqan onasidan ham yaxshiroq g'amxo'rlik qilaman. Menga ishonaver. Yo'q, bunday qila olmayman. Demak, va'da bera olmaysan, ha? Unda seni hozir itga aylantirib qo'yaman. Tayyorlan. Va'da beraman. Ha. Karamini olib ketaver. Karamni deb yalmog'iz kampirga va'da berib qo'ydim. Endi nima qilamiz? Bunaqa ahmoqona va'dani hech kim bajara olmasligini juda yaxshi bilasiz. Biram mazali Nima qildim? jonim kirdi. Vaqt soati kelib, ajoyib qizaloq dunyoga keldi. O'zim masalam, shirin qizim. Menga bering. Yig'lama, bo'ldi qil. Ko'rdingizmi? Bekorga tashvishlandingiz. Mana Rapunzelni tug'ilganiga ham bir hafta bo'ldi. Yalmog'izdan esa darak yo'q. Ha, O'shanda meni qo'rqitmoqchi bo'lgan ekansiz-da. o'lay agar rost edi. Unga nima bo'ldi? Hech narsa, hozir uxlab qoladi. Voy, eshitdingmi? Kimdir eshikni taqillatyapti. Hech narsa eshitayotganim yo'q. Rost. Kim u? Qo'shnilardan birontasi kelgandir. Tashqarida hech kim yo'q. Shamol bo'lsa kerak. Mana beni qizim. Kelishganimizdek uni o'zim bilan olib ketaman. Xudo haqqi, unday qilmang. Yo'q. Uni o'zim tarbiyalayman. Tashvishlanmanglar. U albatta baxtli bo'ladi. Sizlar yana 7 ta farzand ko'rasizlar. Bu jajji qizni bir kun kelib, uni tipami yuborasizlar. Ota-ona bolasini yalmog'iz kampir olib ketganiga xo'p qayg'urishdi. Lekin ko'p o'tmay yalmog'iz bashorat qilganiday biri-biridan shirin, biri-biridan chiroyli 7 ta farzand ko'rishdi va haqiqatdan ham to'ng'ich qizlarini unutib yubordilar. Oradan 16 yil o'tib, kichkinagina qizaloq sohib jamol qizga aylandi. Yalmog'iz kampir sehr yo'li bilan bo'lsa-da, unga juda g'amxo'rlik ko'rsatardi. Rapunzel! Rapunzel! Sochingni tushir! Rahmat ko'zimning nuri. Qizni hech kim ko'rmasligi uchun
uni baland minorada yashashga majbur qilardi. Qizim, men yoqtiradigan kuyni chalib ber. Senga nima bo'ldi? Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Bo'pti-ki, biroz gaplashib olamiz. Nimani so'ramoqchi eding? Meni kim tuqqan? Yana shu savolmi? Necha marta aytdim, seni men tug'magan bo'lsam ham chaqaloqligingdan katta qildim. Unda meni haqiqiy onam kim? Bilmayman. Iltimos javob bering. Nega meni asrab olgansiz? Meni ham qizim bo'lishini xohlagandim. Afsus, nimayam derdim. Zorim bor, zorim yo'q. Ha, sen aqlli qizsan. Chizgan chizig'imdan chiqmaysan. Bundan keyin ham shunday bo'ladi. Ha, Tag'in nima bo'ldi? aytingchi, shu minorada bir umr odamlardan uzoqda yashaymanmi? Bo'lmasam-chi, axir yolg'izmassan-ku. Har kuni yoningga kelib turgan bo'lsam to'g'rimi, oppog'im? Ha, Kunlardan bir kun shu mamlakat shahzodasi o'rmonda sayr qilib yurib, minorani ko'rib qopti. Ajoyib kuy ekan. Iye, eshigi qani? Arfa chalayotgan kim bo'ldi ekan? Uni bir marta ko'rsam edi. Shahzodani bu kuy o'ziga rom etdi va borgan sari kuy chalayotgan kimsani ko'rish ishtiyoqi ortib bordi. Shundan keyin u har kuni minora yoniga keladigan va undan taralayotgan arfa kuyini eshitadigan bo'ldi. Rapunzel, sochingni tortib ol. Rapunzel, sochingni tushir. nega qaytdi ekan? Biron narsani esdan chiqargandir-da. Qo'rqmang, bu menman. Kimsiz? Bu yerda nima qilyapsiz? Men shahzodaman. Mana bir necha kundirki, bu yerga siz chalayotgan kuyni tinglash uchun har kuni kelyapman. Sehrli nolalar meni o'ziga rom etdi. Hech qachon bunday musiqani eshitmaganman. Bunday ajoyib kuyni kim chalayotgan ekan deb qiziqdim, lekin minora eshigini hech topa olmadim. Bugun anavi kampirni sochingizga osilib tushib kelayotganini ko'rib qoldim. U uzoqqa ketgandan keyin uni ovoziga o'xshatib sizni chaqirdim. Agar qo'rqitib yuborgan bo'lsam, iltimos meni kechiring. Qo'rqqanim yo'q. Faqat birinchi marta erkak kishini ko'rib hayron bo'ldim xolos. Bo'lishi mumkin emas. Kimsiz o'zi? Bu yerda nima qilyapsiz? O'zim haqimda deyarli hech narsa bilmayman. Boyagi kampir meni katta qilgan. Ismingiz Rapunzel, shundaymi? Ha, ismimni o'sha ayol qo'ygan. Rapunzel. Rapunzel. Bilasizmi, ijro etgan kuyingizdek benihoya go'zalsiz. Nahotki men go'zalman? Ha, sizdek go'zal qizni hech qachon ko'rmaganman. Rapunzel, men sizni uzoq izladim. Rapunzel ham
O'ktam yigit shahzodani sevib qoldi va ular turmush qilishga ahd qilishdi. Shundan keyin shahzoda o'z qallig'i yoniga har kecha kelib, tunab qoladigan bo'ldi. Iltimos, har kelganingizda ozginadan ip olib keling. Men ulardan arqon to'qiyman. Bu yerdan ozod bo'lganimdan keyin siz bilan birga sizni qasringizda yashayman. Faqat ehtiyot bo'ling, kampir bilib qolmasin. Bo'lmasamchi, iplarni u ko'rmaydigan joyga yashirib qo'yaman. Men sizni kampir topolmaydigan yerga olib ketaman. Agar u bilib qolsa, qiyomat qoyim bo'ladi. Endi nima qildik? Tong yotibdi. Tezroq bo'ling, u hozir kelib qoladi. Yaxshi qoling. Bu qilmishing uchun javob berasan. Seni jodugar bo'lishingni istagandim. Faqat meniki bo'lishing uchun odamlardan yashirib kelgandim. Rapunzel! 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 Endi qallig'ingdan umidingni uzaver. Qani u? Rapunzelni nima qildingiz? Rapunzel! Rapunzel! Balki u yorug' dunyo bilan butunlay xayrlashgandir. Nima dedingiz? Tentak qiz sotqinlik qildi. Endi uni hech qachon topolmaysan. Rapunzel qani? Uni qayoqqa yashirdingiz? Ovora bo'lma. Uni endi hech qachon ko'rmaysan. Uni o'ldirdingizmi? Bo'lishi mumkin. Bunga qanday jur'at qilding? Men Rapunzelsiz yashay olmayman. Yo'qol. Rapunzelni bu yerdan uzoqlarga jo'natdim. Endi ko'rib qolding. Umringni oxirigacha qidirsang ham uni topolmaysan. Baribir uni topaman. Ko'r bo'lib qolgan shahzoda bir amallab qasrga yetib keldi va shu zahotiyoq Rapunzelni izlab yo'lga tushdi. Shahzoda uni uzoq qidirdi. Rapunzel! Oyijon, arpangizga tor topdim. Barakalla. Endi yana chaladigan bo'ldim. Siz chalgan kuy menga juda yoqadi. Qanday ajoyib kuy. Axir bu uni kuyi-ku. Bu kuyni meni oyim chalyaptilar. Bolakay, oyingning ismi nima? Rapunzel. Rapunzel. Nihoyat seni topdim, Rapunzel.
Rapunzel. Shahzodam. Xayriyat, tirik ekansan. Ko'zingizga nima bo'ldi? O'sha so'nggi kecha tikan ustiga yiqilib tushdim. Voy. Men ko'ryapman, Rapunzel. Go'zal chehrangni yana ko'ryapman. Marhamat, tanishinglar. U meni o'g'limmi? Ha. Bu shunchaki bizni o'g'limiz. Bizni o'g'limiz. Nahotki o'g'lim bor. Shahzoda qasrga xotini va o'g'li bilan birga qaytib kelayotganini ko'rib, xalq juda xursand bo'libdi. Ular uzoq va baxtli hayot kechiribdilar. Prodyuser Koichi Motohashi. Rejissyorlar Hiroshi Saito, Shigeru Omachi, Kuzuyoshi Yokota, Takayoshi Suzuki, Jiro Saito, Famio Kirakawa. Rassomlar Nobuyuko Hojumato, Masari Yamamoto, Akira Miyazaki, Nabuya Hanai. Bastakor Hideo Shumazu. Nippon Animation mahsuloti. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Rus tilidan Mirzomurod Olimov tarjimasi. Dublyajda artistlardan Munira Asatullayeva, Barno Qodirova, Karomat Isomova, Behzod Muhammadkarimov. Rejissyor Kamoliddin Usmonov. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Rejissyor yordamchisi Alisher Ahmadjonov. Muharrirlar Munira Asatullayeva, Burxon Umarov. Video muhandis Sardor Nurullayev. Journey to tell